Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Bugün yana oturup çıkıp kaldım. Dal bir hafta olgan bugünkü günde çıkıp kalışım. Hergizmi bundan keyin her haftada bir qitim chiqadiganligimning belgisi emas. Çünkü rastını desem buningdan foydalanib yurib bağlan bir ahvolni bayqamayapman. Şuna haqiqatan da bu ishning zadi foydasi bo'layotamdi, bo'lmayotamdi degan masalada shikillikman. Şuna o kadar ko'p ko'rinib ketmayman. Endi bu bir ikki mavzu bo'lib qoldi. Shu bir ikki mavzuni o'tirg'a qo'yib o'tay. Endi tayyorligi bitgan bir ish bo'lganlikdan. Buningdan keyingisini yani qarab boqamiz, ya qilamiz, ya qilmasmiz. Mavzu tashviqot tsunamisida g'arq bo'lamdi, foydalana olamdi. Tsunami degan keyingi zamonda o'tirg'a chiqdi. Birinchi qatim Tayland dengiz sahilini butunlay o'ntay qilgan. Tarixda misli ko'rilmagan bir dengiz to'lqini. Buningga tsunami deb at qo'yildi. Hem keyin uning har birisini bir-biridan farqlantirish uchun Ruslarning ayol kishi ismlari bilan ataladigan bo'ldi. Katrina degandek. Şu bu tsunami. Bu teşviqat tsunamisi ne şunundan qiyas qıysak boludu yani. Aş Tayland sahillerini uğan, Florida'nı yıkıtkan şu heybetlik deniz dolqununu göz aldığımızı keltirip, endin bunun maneviyette, teşviqatda yüz berdigani ne tasavvur qıysak boludu. Aldığınki söhbetimizde bugünkü uçur vasıtalarının besimi astıda qelayotganligimiz haqida azroq to'xtalgandim. Yani bugünkü dünya medeniyeti seviyesinden necha yüz yıl aqid qolgan xalqimizning hamda yegilab qilish ehtimoli borligini degandim. Bu yegilab qilishni Uyg'ur pek tushunib ketmesi gerek belki. Uyg'ur so'zlagan bilan bu yegilab qilish o'simliklardagi g'ayrinormal o'sish yoki yetilmay turib da o'sishdan to'xtab qolishning atalishi. Buningga qo'g'illiqda ancha-muncha uchraydigan maymoq so'yma deyiladigan so'ymini ko'rsatish mumkin. Bu aslida yegilab qolganlikdan g'ayrinormal. Ama üzmey qo'yaversimi o'ngshalmaydi. Şu yegilab qilish. Bugungi fan texnikaning chiqqanday taraqqiyoti turmushimizga bevosita singib kirayotgan va kundalik turmushda qo'llanayotgan fan texnika mahsulotlarining her kundagidek yangilanib turishi, hayotning ritmini tezlatib o'tganlikdan bu aldirashchilikda biz o'zimizni o'ngshashga fursat topolmay faqat yangi mahsulotlarni ishlatish ve şunu ügünü veriş qatarlıqlarga yetişenmeyle qanmaqdımız. Balalık vaqtınlarda qishni araliq qaldırıp, tizip, andın birini yıqıtsınız, qishlarning bir-birini yıqıtıp da ahiriga ketadigan o'yinlarni o'ylaganligimiz cho'qim. Yoki hech bo'lmaganda ko'rganligimiz cho'qim. İnsan hayotida ba'zi ishlar ana shunga o'xshab ketadi. Qishning bir-birini yiqitganiga.
qatada ketib etib yoki qatada ketib etib komandangizga putingiz kelmay bir qadam olsangiz oldingizdagining o'kchisini dastlab solasiz. Bir qadamning xatosi tufaylidan o'zingizni shu vaqtgacha bir necha qadamni orqaga xato ilishingiz mumkin. Xuddi qishlarning bir-birini yiqitganidek hayot musobaqasida bir qadam orqada qilish orqada qilishlarni keltirib chiqaradi. Keyin bo'lsa bu orqada qilishlar xamallanib sizni ko'mib qo'yishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash bugun dunyodagi nurg'un davlatlar iste'molchilik rol olmoqda. Ular taraqqiyot qadamiga yetishib va eshib ketgandilar, andin ishlab chiqaruvchiga, kashfiyotlarni yaratquchiga aylana oladi. Afsuski, boshqalar bunga imkon bermaydi. Bugungi ishlab chiqaruvchi va fan texnikada lokomotiv rol o'ynayotgan shirkatlar, davlatlar yoki guruhlar bunga imkon bermaydi. Yeniliklarning ostida ko'milib qolasiz. Bir deva bu düğünün astidan qutulib chiqib, boshqalarga mas'uliyat sunadigan saviyaga kelmakni tasavvur qilishmi tez. Ana shu manzardan o'z ahvolimizga nazar soladigan bo'lsak, vaziyat texnik qo'rqinchli. Nima uchun? Biz boshqalardan necha 100 yil orqada qolganlik. Buning uchun. Bu bizning vaziyatimizga qo'yganda, bu kontekstda kuzatgan vaqtida texnik qo'rqinchli. Bu qo'rqinchlikning yana bir moddiy ko'rinishini desak, bizning hatto yetakligicha otorol o'yin oladigan davlatimizmi yo'q. Davlat degan millatning organik gavdasi bu. Bir ota rolida fuqarolarni yetaklaydi davlat. Ama bizde bu mu yo'q? Bu halda mush chechalangan haltimiz bilan yigilab qilishdan o'zimizni qanday qutqizamiz? Bularni o'ylab baqqan qancha uyg'ur bor. Tafakkur taraqqiyotimiz shunchalik orqada qolganki, hatto buni o'zini o'qimishlik hisoblaydiganlarga tushuntirishning imkoni yo'q. Chunki bu qo'niqini ziyolilar bilimdan qarqosaqlar maktab turiblar. Deb o'qishdan to'xtab kitaplar bilan mangulik xo'shlashqachqa boshqa millatlarning madaniyat g'azinasida xamallangan bilim, ushur g'azinasida nimalar borligidan xabarsiz. Biz bularni baqilishni emas, tizimligini to'liq bilishdan ojiz bir holda qolganligimizni alam ichida ko'rib yetganimda haqiqatan ahurib faryod chekishga majbur bo'ldim. Dadimni o'rtoqlashqadek suhbatdoshni topolmay qoldim. Yigilab qilishimizning sababi shu. Nima uchun yigilab qilamiz? Agar bir o'rmonning bo'shlig'ini qo'yib turingda, ikki yetilgan daraxtning oraliqidagi bo'sh yerga ko'chat tiksangiz, bu ko'chat tutgan taqdirdami yo'g'inamaydi. Sababi atrofidagilar bek yo'g'inab ketgachga uning uchun yetarlik bo'shliq qolmagan bo'lish bilan qolmay, uning fotosintez yo'li orqali quyoshdan bahramand bo'lish imkonini elib olgan bo'ladi. İnsaniyat jamiyati xuddi shunda. Boshqalar bek olg'a ketgan bir vaziyatda oxirida qolganlarning zo'riyish imkonlari qo'ldan ketgan bo'ladi. Ular boshqalar sungan yangiliklarni o'rganib olishga ara yetishadi. Palaxishib, shunda palaxishib. Bo'lmasa puti kelmay oldidagininki o'kchisiga dessaydigan ish. Tek shu doim to'liq mumkinchilikdan yiroq. İste'molchilik salohiyatini halqib ishlab chiqaruvchi, kashf qiluvchi salohiyat qozonish uchun qanchalik tirishchanlik qilish kerakdir? Buni hisoblashni tez. Kitap o'qish jarayonida bundan 1-200 yil ilgari 1-200 yil Yevropada nashr qilingan ba'zi kitoblarning uchurlari uchrab qoladi. Ismlari va uning nima haqidagi kitoblar ekanligi. Bunday kitoblar bu xil fanlar bugungacha bizga yetib kelgan emas. Hatto bugungacha biz ismini ham anglab boqmagan bir vaziyatda. Bu qadar ko'p sohada, bu qadar sonsiz bilim fan turlarida izlanib,
allaqachon bir g'azini yaratganligi manga o'xshash kitob xaltasini hayron qoldirayotgan yerda bizning o'qigan qarqusaqlar va o'qimagan qarqusaqlarimizning buningdan hatto xabari bo'lishini tasavvur qilishda. Mana shundaq chog'larda o'zimning naqadar uzoq jangallarda qolganim, naqadar bilimsizligimni his qilib bicharlashib, shuklashib ketaman. Bag'rat podshohdan cho'ng degan tamsildagidek o'zini qaltis chaqlab ketadigan, o'ziga 4ning 1 darajasini munosib ko'rib, olta atib yuradigan qarqusaqlarni ko'z oldimga keltirib, aziz millatimning bu holi, uni kutayotgan qismatlar bir-birlab tasavvurimda kino lintisdek o'tishga boshlaganda, haqiqatan dunyo mudhish, hayot ma'nisiz tuyulib ketadi. Nimanchili bu holga tushib qolganimiz haqiqatan mayron qilarliq. Endilikda dunyoni yer shari kentiga, yer shari davlatiga aylantirish, milliy davlatlarni yo'q qilish ko'ydagi guruhlar insonlarni kun siri yakkilashtirmoqda. Oila beg'i, tuqqanchilik, do'stlik kun siri ajizlab, kishilar o'z manfaatlarining quliga aylanayotgan yangi dunyoda Uyg'urlarning boshqalarda allaqachon tadqiq qilinib, odatda hukmga aylanib ketgan ash ilmlarni o'rganish imkonlari bo'ladimi? Albatta yo'q. Texmi chataq yeri hozirgi zamon qullari yoki zamonaviy qul yaratish ko'ydagi cho'ng shirkatlar endi bizning tirishib ilm tahsil qilishdan ozod qildi bizni. Hamma narsa qo'limizdagi aqpullarimizda. Aqpun, aqlliq telefon. Uningdan foydalanishni bilib olganimizni bilimlik bo'lganligimiz, davr qadimiga moslashib mang'alayotganligimiz deb qarab, nayt asonlan bilimlik bo'ladigan qisqa yo'lga erishdik. Bu sababdan endi o'sishdan to'xtab qolamiz. Yegilab qolamiz yoki g'ayr normallashamiz. Cambridge universitetining professori Pokistonlik Akbar bugungi tashviqot to'lqini haqidagi suhbatida nayt obdan suratlagan bir qo'rqinchli davrda yashayapmiz. Akbar Amerika armiyasi kirmagan buning puchqoqlog'imi Hollywoodning kiraliganligini aytgan edi. Va qurolli kuch bilan qilolmagan yoki qiyg'ili bo'lmaydigan istilolarni g'arb tashviqot mashinalarining amalga oshirganligini aytgan edi. Bugün biz mana shunday zo'r tashviqot tsunamisining hujum ostida qolgan bir vaziyatdamiz. Kimlar tarafidan yezilayotganligini ma'lum bo'lmaydigan tashviqotlar, tuhmatlar, bo'xtonlar, qaralashlar kishilarning to'g'ri xatoga hukm qilishni qiyinlashtirib, gangirtib qo'ymoqda. Oldingi suhbatda deganimdek, omma deyiladigan to'pning dalillarini surishtirmaydigan, qancha qo'rqinchli darajada etilgan tuhmat o'qlari bo'lsa, shuncha chapsan ishonishga moyilligi. Omma psixologiyasining qurilmasi nuqtasidan dalillar emas, dahshatli til haqorat va yolg'onlarning taxminimli rol o'ynaydiganligidan iborat bu qonuniyat bo'yicha dushmanlarning ishining qulaylashayotganligi ko'rilmoqda. Masalan, ash suhbatning o'zigilam xuddi ash suhbatda deyilgan gapni dalillaydigan bir misol sifatida bir inkas yozilgan. Bu inkasda 40 odam birlashayli deb kelsa, unamagan debla atgan. Manga keydirilgan bir qalpoq. 40 odam birlashayli deb keptimishda men unamabdiman. Men buni misol uchun deyapman, uningga javob bo'lsin deb demayman, chunki undaqlarga javob berishga arzimaydi. Ammo men 4 odamni ko'rmagan bo'lishimga qaramay, dalil talab qilishim, kishilarni bu tuhmatning qarshisiga ishontirishim osonmi? O'ylab boqinglar. Shu suhbatning o'zida Gustav Le Bonning so'zlarini naql qilib, yo'ritmoqchi bo'lganimning o'zidek bir misol darhol maydonga kelgani ajoyib qiziqish bo'ldi. Shundaqla omma haqiqatanmi dalil talab qilmagan. Ya'ni boshqa ommami u tuhmatchidan dalil talab qilmagan. Hatto tuhmatchiga qarshi yozilgan inkaslardimi qani shu 40 odamning ismlarini yozib e'lon qilib baqa deyilmasdan go'yo bu rost bo'lgan ishda qabul qilish xohish ko'ringan. Raddiya tamoman boshqa mazmunda bo'lgan.
Demek yalğanlar rastның көзünü açılmaydigan derecede topuçan çıkarıp besip gelmekte. Bazılarının bayqışça muşu türdeki inkasçılar aslında Ürümçide yoki Qashqarda turib yazıvatgan. Xitoy o'rinlashtirgan adamlar kim? Kimlik surishti qilinmaydigan bu ajoyib tashviqot vositalari dushmanga ana shunday utuqli xizmat qilmoqda. Biz mana mushu tsunami ostida qoladiganligimizni, o'zimizni o'ngshashga ulgurmaydi do'lqinlar tarafidan yalmab ketadiganligimizni mo'ljallamoqdaman. Agar biz hushimizni topmaydigan bo'lsak, cho'qim yutilib ketamiz. Do'lqinlarning shiddatlik urib soqishlaridan beshimizni ko'tarib, bizni o'z do'lqinimizni yaratishimiz xuddi heliqi qatorda ketayotgan odamning xato qadamini tuzitib olishi jarayoniga o'xshab ketadi. Yoki yiqilayotgan qishlarning o'tirdi bir yerda turib qolishiga o'xshaydi. İstemalchilik kimligini yengib ishlab chiqaruvchi bo'lish musofasiga o'xshaydi. Fan texnika degan dushmangimi, do'stgimi o'xshashlik xizmat qiladi. Kimning qo'lida bo'lsa, kim uni dastak ola olgan bo'lsa, shuning xizmat qiladi. Uning sinfi yangi yo'q, yaxshi yomonni tanlash ixtiyorligi yo'q. Shu anda dushmanlarimiz yangi uchur vositalaridan unumli foydalanib, uni davomliq mengijishning quroliga bizni tashviqot do'lqini bilan ko'maytishning vositasiga aylantirib oldi. Biz bu do'lqin ichida ko'z ocholmas holga kelib qoldik. Shu holdami nima qilish kerak degan savolni o'z-o'zimizga qo'yib ko'raylik demasdan, prinsipsiz taraf tutish, qutblarga bo'linish davom qilmoqda. O'zi xohlagan yangi tartibni o'rnatishni plan qiluvchilar hamon tartibsizlik yaratadi. Bu biz so'zlagan tashviqot haqidagi suhbatlarda deyilgan to'yindirish tashviqoti mazmunlarida so'zlangan. To'yindirish yoki saskandirish. Bo'lgandilar, saskandirish bo'lgandilar. Kishilarning tartib haqidagi orzusi kuchaydi. Ya'ni tartibsizlik kuchaygan vaqtida insonlar tartibga tashna bo'ladi. Anda uningga xohlagan yangi tartib sunilsa, qarshiliksiz qabul qilindi. Oq tashlangan etizga xohlagan narsani terisi bo'lganidek. Avval mengalar vakuumlashtirilishi yoki eg'ir tartibsiz ideologiya axlatlari bilan to'ldirilishi kerak. Anda sizning yangi bir idealni qabul qilishingiz oson bo'ladi. Bugun jamiyatimizda uzluksiz turda qurilayotgan yangi tashakküllar, birlashmalar nomi bilan yangidan qutblashish yoki texnik ko'p parchalarga bo'linishlarga diqqat bilan qarash, kuzatish kerak. Birlashish chaqiriqlarining so'zlik ma'nosidagi jazibasidan qat'iy nazar, ularning kimlardan mutashakkil bo'layotgani, nimalar qilib kelgan kishilar bu bugungacha, nima qilish niyati bor kishilar ekanligi diqqatga ilinishi, salmoqroq o'ylanib qaror berilishi kerak. Yangi uchur vositalari tashviqot qulaylikqa etgan ma'naviy tsunami ostida hayot mamotlik yulqinishlar ichida yashayotganligimizni tunib yetolmayotamiz. Tsunami bizda yangi do'lqinlarni paydo qilmoqda. Birlashish do'lqini, partiya qurish do'lqini, yangi qutblashish do'lqini, notiqlik do'lqini, videochilik do'lqini, uchur to'shimchilik do'lqini. Biz mana shunday bir talay qolgan qanchalik ichida haqiqatan tutgan qo'yganimizni bilolmas holga kelgan bo'lsakmi, bu vaziyatimizni tushunayotganlar yo'q. Shuni bilib bilmay dushmanning tashviqotiga yordamlashishlardan saqlanmoqmi tez bo'lyapti. Ilgari bir videoda madaniyat yo'qlanmasi haqida azroq to'xtalgandim. Bir millatda agar madaniyat yo'qlanmasi bo'lmasa, ya'ni umumiy millat kollektivida madaniyat yo'qlanmasi bo'lmasa, yakka shaxslarning oliy maktab bitirgan bo'lishi bilanlar uning so'z harakatlarida madaniyatning yuqi bilinib ketmaydi. Masalan, g'arb dunyosida tug'ilib o'sayotgan bir kichik bola bog'ichida banan yegan bo'lsa, qo'lida qolgan sho'pikni tashlash uchun aldaqisiga qarab axlat qutisiz deydi. Ammo bir afrikalik yoki osiyolikning studenti, ya'ni oliy maktab bitirgani bo'lgan taqdirda sho'pikni darhol futukaga yerga etiydi. Madaniyat yo'qlanmasi deganimiz shaxslarning ilm tahsilini emas, umumiy bir ijtimoiy topda asrlardan beri yo'qlangan yo'shirin engikchi sinib ketgan madaniyat qirindilarining xominini ko'rsatdi. Shuni o'qigan o'qimagan bo'lishlariga qaramay,
bir Yevropalıqның həddi hərəkətlərdə görüldiğən amavi əsləhələrini asraş, muhitning pakizligiga mas'uliyatchanlik, qonun tuzumlar haqidagi angliqlik ana shu juğlanmaga aloqador. Mushundaq bir toplumga kirib kelgan yovvoyi bir qabilaning odami nayta tezla bu cho'ng atmosferaga moslashib ketishi mumkin. Ammo u yana o'zining asli ijtimoiy to'piga qaytganda yanada ulardan farqli harakat qilmaydi. Chunki uning madaniy muhitdagi moslashib olishi angliq harakat bo'lib, angsizligidan o'rinlanmag'achqa o'z to'pida yana asli holatini namoyon qiladi. Bu juğlanmaning yo'qligi. Nima uchun madaniyat juğlanmasi haqida bularni bildirildi? Bizdagi madaniyat juğlanmasini hammamiz o'z amaliyotimiz jarayonida sinab ko'rish, tajriba qilib ko'rish uchun. Bizmi o'zlarimiz yashayotgan ijtimoiy to'plar ichida xuddi shulardek angliq bo'lib ko'rinamiz. Ammo o'z to'plarimizda asli dasmoyimiz ayon bo'ladi. Shunga biz madaniy jamiyatlarning qilmish etmishlarini ayni bo'yicha to'pimizga elib kirib taklifchilik qilishga urinayotgan bo'lsakmi, lekin bizda juğlanma yetersizligidan boshqa ijtimoiy to'plarnikidek muvaffaqiyatli yurmaydi. Buni tushunishimiz, taklifchilikni qo'yib o'zimizning amaliyotimizga uyg'un yo'l tutishimiz kerak. Başkalar əsrlər boyunca asıl qilgan juğlanmani biz shakliy taklif bilan birdamdala asıl qila olishimiz, boshqalar qo'lga keltirgan natijaga o'xshash natija qozona olishimiz mumkinmi? Agar unday bo'ladigan bo'lsa, dunyo bugun g'arb va sharq degan madaniyat ayirishmasiga yoki 3 dunyoga bo'lingan madaniyat va taraqqiyot sinflantirmasiga to'g'ri kelmayla bir saviyada bo'lgan bo'ladi. Taqdimalga beqib yurgan bir cho'panni shaharga ko'chirib kelgan hamon shaharliklarning jimiy madaniyat alomatlarini joriy qildira olishi mumkinmi? Shakli taqlid qilishi mumkin. Ammo bir umr cho'panlik hayoti qoldirgan odatlardan uzil-kesil qutulolmaydi. Shakli taqlidchilikning o'zila o'rganganligimiz, shundaqla qila oladiganligimizni ko'rsatmaydi. Shunga ko'p chog'larda ko'rdiganimiz, ishni g'arbcha boshlasak-mi, xalar xalamas uyg'urchilashib ketadi va afsuslik bilan qanday qilamiz uyg'urchilik deyishib qo'yamiz. Ilgari bir qitim bir misol bergandim, bu vatandek chog'larim. İlim fanga yurish qilish chaqiriqlar avjiga chiqib, shoirlarimizni, so'ygilar yigitlarini ilm fan tashviqoti bilan birlashtirgan 80-yillarning oldingi yarmida kishilar. Yoshlar jurnalining oxirgi batlariga berilgan hajviy rasmlardan birida G'arbdan o'rganish nomli rasmmi yoki aytavr ikki xil o'rganish ismli rasmmi bir rasmda shunday chizilgan. Bir g'arblik. Uning qo'lida atomlarning atom yadrosi atrofida aylanayotgan. Normalda bu fan texnikasini tamsil qiladigan bir ko'rinish. Bir kishi uning qo'lidagi bu davriy qilishni elish uchun qo'l uzatayotgan. Yana bir odam zo'ng'iyib o'tirib olib, g'arblikning ishtining pushqini o'lchayotgan. Endi bir rasm. Bu rasm hali ko'p narsa ifoda qiladi. Bizning qilayotganimiz ishtonning pushqini o'lchab, shu paytda ishton tiktirib kiyishni maqsad qilgan shakli taklifchilikdan iborat. G'arblikning ilm-fan taraqqiyoti asli o'rganish nishonimiz bo'lishi kerakkan yerda biz ularning bo'mmug'ur taraflarini o'rganishga texamabak aldiraydigandek qilamiz. Bir jamiyatning madaniyat qurilmasi asrlar jarayonida barpo bo'ldi. Bugun ilm-fan jihatda Xitoylar oldin qorong'i o'tib ketdi. Xitoy jamiyatida yo'l qo'yilayotgan umumlashtirilgan mikrochipdan tortib 100 tonish sistemlargacha hammasi g'arb fan texnikasining praktikasi bo'lib Xitoyda sinoq qilinadi. Taklifchilik bo'lg'achqa Xitoy jamiyati g'arb jamiyatidek angliq bir jamiyat bo'lib ketgani yo'q. Yana manqiyadigan Xitoylar deb sifatlaydiganimizdek paskanılıqı, xaladan chiqib qo'l yuvmasligi, xalasida biliq vaqib yeyishlari, yemaklik sotadigan ko'chalardagi mingini yerib o'tgandek puraqlar shu petichi. Fan texnika mahsulotlarining sinoq maydoni bo'lishligi bilan bir taraqqiyot mavzusi bulutga taqashgan qurilishlar hayvatli shaharlarda chaqnagandek qiysimi, Xitoy millatining ma'naviyatidagi odatlaridagi Xitoyga xoslik, varangchurung, maynatchilik, qalayimqanchilik o'zgarib ketgan bo'lishini atayin. Rezil Xitoylar degan kitobda Beiyang yig'inchoqlagan Xitoy millatining asosiy milliy alohidaligi bo'lgan Zhang Luan Chao Sei
meynat, qalaymiqan, vaqirg'aq va gumonxo'rlik o'zgarib, Yevropalıqlardek bo'lib ketmaganligiga hammanglarning ko'zi yetishi kerak. Demakchimizki, madaniyat jug'lanmasidan barliqqa keladigan iddiaviy qurilma, tafakkur qurilmasi, ma'naviyatdagi madaniyliklar undaq tez hosil bo'lmaydi. Shunga biz da'volarimizda madaniyat qurilmasi tamoman farqli bo'lgan xalqlarning tashakkularini aylan do'rash, shuningdek taqchiliklarni shakllanishga qo'shira olsak, ulardek muvaffaqiyatli yurgizishimiz uchun jug'lanma yo'q. Burunma deb o'tgandim, bir g'arblik bir qo'shin ichida urushib, mushishib qolishi mumkin. Yurkidan chiqmaydigan adovatga aylanib ketishi mumkin. Ammo u buni dushman tarafga o'tib ketishga sabab qilishni o'ylamaydi. Yanıla çoğ resimni ko'ra oladigan madaniyat asosiga bo'lg'achqa, bu raqibini shaxsiy o'zi qanday jazolasin, hatto fursatda o'ldirib o'tishi mumkin. Dushman qo'shiniga qarshi holatda bo'lganda, uni yanıla saddash deb bilishni davom qiladi. Ammo tariximizda ko'p qatim bo'lganidek, Uyg'urlar bir qo'shin ichida biri bilan dushmanlashib qolganida, cho'qimki bu shaxsiy adovatni do'st-dushman ziddiyyati bilan aralashtirib yotadi. Dushman tarafga o'tib ketadi. Düşmanın qo'li bilan haliqi bir qo'shin ichidagi raqibidan dadini oladi. Ya'ni cho'ng rasmni ko'ra oladigan madaniyat jug'lanmasi shakllanmagachga, dushman hukumatidagi mujmallik shakllandi. Bir qo'shin ichidagi raqibi umumiy milliy dushmandan nafratlik bo'lib tuyulib, aqlning ustiga shayton minib oladi. Bizdagi bunga o'xshaydigan hollar turmushimizda doim uchrab turadi. Açıq tüpeyildilla to'g'ri sapdan ayrilamizki, raqib bilgan odamning qarshisidan o'rin olamiz. Sadaqat, ixlos va aqida babida bakmi zaif ekanligimiz haqida to'xtalgan. Bu mazmunda boshqa xalqlarning ozodlik kurashlari haqidagi tarixiy hikoyalarni o'qiganimda, shularning o'rniga Uyg'urlarni qo'yib o'ylab ketaman. Bizda undaq kuchli aqida, ixlos hech yo'q. Allah nomi bilan qasam ichib a'zo bo'lgan partiyani bakla asallam setaverdiganligimiz haqida bir muncha misollarni ko'rdik. İtaatsizlikmi g'alati benormal shaklda. Başqalarga itoatda qulluq darajasida bo'lsaqmi, o'z amirlarimizga bo'lgan itoatda haqiqatan mayron qolarlik darajadagi g'alatiliklarimiz mavjud. Hal bu ekan. Shakli taqlidchilikdan biror natija chiqadiganligiga ishonmayman. Agar Uyg'urlarda sabr taqat bo'lsa-edi, nayt uzun muddatga plan tuzib, buni bir uzunga so'ziladigan urush deb şunun qarşı ruhi tayyorligi bor. Etilli bo'lmadi deb umidini uzib etmaydigan bundaq madaniyat qurilmamiz bo'lgan bo'lsa, bundaq bir xarakterimiz bo'lgan bo'lsa, ezoterik qurilmalarga taqlid bir tashkilot qurib, asrlar bo'yicha zerikmasdan avlod izbesib keladigan ruh bo'lganida andın bu jug'lanmani asta-asta asrlar davomida shakllantirishga bo'ladi. Naytapsizki, biz shunchalik taqatsiz va aldirashmizki, kuzni kutishga taqatimiz yo'q. Qishning o'tirisida mevelish tamasida savdo olmoqdimiz. Biz taxi nima qilayotganligimizni, nima qilmoqchi ekanligimizni to'liq anqiriqlik vaziyatda emas. Shunga qarindoshlar, yana bir qatim ko'zinglarni ochishga, o'zimizni tushunishga, atrofimizni tushunishga chaqiraman. Teşviqat deyilmemizde özümüzni g'arq qilib etmaslikka, düşmanchi narsalarni topdan topga to'shib, düşman teşviqatiga yordamlashmaslikka, mantiqli tafakkur qilishga chaqiraman. Ey aziz millatimning g'ayratli erlari, vatanparvarlari, go'zal xonim qizlari, ko'zinglarni ochinglar. Xiyollar ichidan, tirani saltidan, fantaziya dunyosidan chiqib, haqiqiy turda chiqqandimi? Reallik yüzününle, beşimizge kilovatkan, eti yüz berdiganlarni realroq o'ylashga, hayatınlarni, günlük meşguliyatınlarni so'roqlashga odat qilinglar. Men bugun nimalarni qildim? Kim uchun foydali edi? Degandek savollarni qo'yinglar. Dunyo qayerga qarab ketyapti? Taraqqiyotning atki manzili nima bo'ladi? Kamplardaki, türmelerdeki qarindoshlarimiz qandaq bir turli qismatlarni boshdan kechiryapti. Ersiz o'ylarga avatilgan Xitoy tuqqanlar bilan birlikda turishga majbur bo'layotgan ayollarimiz, onalarimiz, och singillarimiz ne holdadir?
Ailesinden ayrılıp nelergedir ep getilgen balalar ne haldadır degenlerini ameliyatga qaytgan, hiç xiyallarlaşmagan, oygaq, sägek ruhi haltımız bilen oylaydı. Aldanqı videoda suyuqlandırış hakkında toxtaldım. Bazılarının qılmış etmişlerini ötmüşlükisiga seliştirsanlarla onun kimligini ayan bolup qarindaşlar. Aşınçılık sezgürlük mü yok bizde? Mesela textünügülli yangın boğa öyünü misal berip, öyünü qutquzuş mu, işidik adamlarını mı digerler. Ve öy yansı yeni versin, adamını qutquzuş muyum degen tolumu insanperver qaraş bilen müstaqillik davasını koyup duruşqa chaqirganlar, bugün birdalla müstaqilchilarga Sharq Turkiston namida çiң to'g'uchilarning avangardlarga aylanib olsa-mı, diqqatimizni qo'zg'amasa, oqibatimiz nima bo'ldi? Men siyosiy sezgirlik haqida eng az 2 qatim so'zlagan bo'lsam kerak. Qaraganda yana so'zlash kerak deb qilibdi. Şuğunisi qanda bo'lmagan narsani bundaq bir necha qatimliq so'zlash bilan odatga aylantirishni tasdiq qiladi. Siyosiy sezgirlik, milliy sezgirlik babida bek o'yg'oq, bek zil bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa düşmanning ayg'oqchilarining vositasi bilan bizni ahmoq qilaverdi. Biz xuddi cho'giltib qo'yib bergandek bir holatga tushib qolamiz qarindoshlar. Ko'zinglarni ochinglar. Allah düşmanning hilillaridan bizni sagak bo'lishga muvaffaq qilsin. Amin.